tushda topmoq ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirinning aytishicha, kim tushda biror narsa topib olganini ko'rsa, agar o'sha tush egasi pokdomon va solih bo'lsa, bedorlikda biror narsa topishiga dalildir. Agar solih va pokdomon bo'lmasa, g'am anduh yetishiga dalildir. Tushida ikkita narsa topganini, har biri bir xil jinsdan ekanini ko'rsa, xayru manfaatga va haj yoki umra qilishiga dalildir. Agar tushida 10 ta narsa topganini, 10 tasi ham bir jinsdan ekanini ko'rsa, xayru manfaatga, halol rizqqa dalil bo'ladi. Boshqa sonlar ham shundan qiyos qilinadi. Bir jinsdan bo'lmasa, ta'bir yomon bo'ladi. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.